Milliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan yoshlarni qo'llab-quvvatlash dasturlari davomida tashkil etilgan Orol dengiziga poyezd ekologik yoshlar aksiyasi dasturi davomida Qoraqalpog'iston Respublikasiga yo'l oldik. Bu yerda bo'ladigan festivallarga qatnashib, tadbirlarda qatnashib, u yerni ko'p kelmoqchimiz. Qoraqalpog'iston haqida juda ham ko'p eshitganman. Ayniqsa Orol dengizi, Nukus shahri, Mo'ynoq shahri haqida. Sovetskiy muzeylarda kimlar qabristonlarini o'zimning gruppalarimga ko'rsataman. Ham ular bilmaydigan beshbarmoq, qarashaydim deb ulardan himoya etaman. imtihon topshirganinglar 5 yildan keyin esingizga tushmaydi. Mana shu poyezdda birgalikda Qoraqalpog'istonga borib kelganinglarni eslaysizlar. 5 yildan keyin, 10 yildan keyin, 15 yildan keyin.